Assalomu alaykum, hurmatli ayollar. Bugun sizlarga yuz maskalarini qanaqa qilib foydalanishni, to'g'ri foydalanishni o'rgataman. Maskalar qizlarjonlar odatda haftada 2 yoki 3 marta qilinadi. Ko'p ayollarimiz har kuni men 2 mahal, даже 1 mahal maska qilaman deydigan ayollarimiz bor. Bu juda ham noto'g'ri qizlarjonlar. Har kuni yuzga maska qilib bo'lmaydi. Bu keyinchalik yuzni perioral dermatitga yokida bo'lmasa kontaktni dermatitga olib kelishi mumkin. Yuz maskalaridan faqatgina kechqurun foydalanamiz. Haftada 2 marta foydalanish mumkin bo'ladi. Yuz maskalaridan foydalanganingizda albatta birinchi bo'lib qo'lingizni yumshoq, nozikroq, sezuvchan joyiga test qilib ko'rasiz va undan keyingina qilishingiz mumkin. Yoz oylarida qanaqa maskalardan ehtiyot bo'lamiz? Limon qo'shilgan, aspirin qo'shilgan, chayni sodalik maskalar umuman mumkin emas. Chayni sodani maslahat bermayman. Ehtiyot bo'lamiz yoz oylarida aptechniy askorbinovaya kislota, ya'ni vitamin C dan, limondan, aspirindan, vodorod perioksididan, asaldan, tuxumdan ehtiyot bo'lamiz. Qolgan paytlari, qish paytlari test bilan qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ko'p yuzi quruq ayollarimiz tuxumni oqidan maska qilishar ekan. Bu juda ham noto'g'ri. Tuxumni oqi yog'li yuzlarga mo'ljallangan. Quruq yuzlar tuxumni sarig'idan foydalanishi mumkin. Tuxumni sarig'i juda ham allergen hisoblanadi va albatta test qilib ko'rishimiz maqsadga muvofiq. Asal, tuxumni sarig'i bular albatta yuzni tez allergiyaga olib keladigan mahsulotlar hisoblanadi va juda ham ehtiyot bo'lasiz.